Uyga kelib o'qiganimdan juda xursandman. Aslida bolalar massajiga o'qishga kelgandim. Keyin bu Robiyaxon ustozimizdan zuluk, hijoma, igna terapiya darslarini ko'rib qiziqib keldim. Judayam menga manfaatli, foydali bo'lyapti. Juda qiziqishlarim ko'p. Ayniqsa zuluk haqida o'rganib, buni yanada qiziqishim ortib bordi. Chunki zulukning foydalari juda ko'p ekan. Bitta zulukni o'zi bir marta odam organizmiga qo'yilganda 145 ta fermentlarni tashlab berar ekan. Bu odam organizmida qon aylanishini yaxshilab beradi, qonlarni suyultirib beradi, xolesterin miqdorlarini parchalaydi, hattoki o't qopida buyrakdagi toshlarni tushirib beradi. Buni foydalarini eshitganimdan keyin zulukka yana ham hurmatim va mehrim oshib, bu sohaga o'rganishga qiziqishlarim ortib bordi. Maslahat berardim tabiiy usulda davolanishga. Endi Xudo xolasa o'zim joyimga, viloyatimga borganimdan keyin insonlarga ko'proq foydam